Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz hamda chorva ishqibozlari, hammalaringiz omonmisiz, omon charchamayapsizlarmi? Bugungi obzorimiz mollardagi yoshi katta kichkina bo'ladigan oqsil kasalligi haqida to'liqroq ma'lumot berib boraman. Yaqinroq keling. Oqsil holatlari, isitmalari, oyoqlardagi yorilishlar, qanday ovqatlar berishlar, qanday davolashlar, qanday oldini olishlar haqida ma'lumot berib boraman. Shularni ko'rib borasizlar ham boshladik. Hozir holatini ko'rdik. Isitma 40 isitma qilib turibdi. Yaqinroq kelavering. Bunga qanday qilinadi? Agar isitma qilish holat bo'lsa, bitta natriy xlor, natriy xlorga analgin, meditsinskiy aptekada analgin bunday keling. Ko'rinib turibdimi? Endi aniqroq tushuntirmoqchiman-da, maqsadim o'sha chorvador aka-ukalarimizga juda kerakli bo'lgan maslahatlar bo'ladi bugun. O'sha analgin meditsinskiy aptekada bitta. Askarbinka ko'proq shu holatda. Bu endi hozir 3-kun yeyishdan ham to'xtaganda. Keyin o'sha hozir endi ukol dorilar haqida bir to'liqroq ma'lumot beray, keyin berilgan ovqatlari haqida to'liqroq tushuntiraman, qanday saqlash. Askarbinka qo'shildi, analgin qo'shildi. Eslangizda tursin. Kalli xlor meditsinskiy aptekadan olasizlar. Men endi ko'proq o'zi shu chorva mollariga, hayvonlariga, chorva hayvonlariga deylik, to'g'rirog'i meditsinskiy qo'llardan ko'proq foydalanaman. Sababi effiga foydasi yaxshiroq. Ribaksin yurakni quvvatlaydi, kuchlantiradi. O'shandayda ribaksin qo'shilsa, o'sha moldagi kuchlanish farq qiladi, o'zgaradi. Ko'plariga yo'tal bilan tegadi. Oqsil shuning uchun insulin. Agar burunda oqish ko'proq bo'lsa, yo'tal ko'p holat bo'layotgan bo'lsa, insulin ukol olasizlar. Katta kichkinaga qarab 5 gram, 10 gram qo'shib boraverasizlar. Antibiotik. Bu antibiotikimiz streptomycin antibiotik. Ham o'pkani yaxshi ushlaydi, ham o'sha o'pkaga, jigarga ham ko'p ziyoni yo'q. Ham o'sha kasallik tezroq yengib ketishiga foydasi bo'ladi. Antibiotiklardan streptomycin ishlatganlaringiz ma'qul. Agar osma quyiladigan bo'lsa tomirdan, agar osma quyilmasa dumbadan qilib qo'yaverasizlar. Natriy xlorga eritib qilganini tavsiya beraman. Novokendan ko'ra natriy xlorda dori kuchliroq foyda qiladi. Osmamiz tayyor bo'ldi. Orqasidan ina maqroq antibiotik. Leofloxacin, yo mitret, yo leomycin bo'laveradi. Keling to. Mana osmon ushlab turasiz. Mana oxirida ustidan keling.
Shuni ushlab turing Shabana. Молодец. Bismillah. Bering. Ushlang. Ko'taring. Bering. Mana. Ushlang. Isitma qilayotgan vaqtlari qon yuvilsa, isitma tushsa, keyin tezroq foydasi bo'ladi. Shuning uchun osmani o'sha isitma qilgan vaqtlarda qo'ygan yaxshi. Endi shu arada osma ketguncha ovqatlarni tushuntirib o'tay. Oqsil kasalligi umuman mollar kasallangan vaqtlari qattiq ovqatlarni tavsiya bermayman. Masalan, somon bir xil yarma beradi. Yarmalar somon oddiy kepak ham agar me'yordan ortiq ko'proq yesa, oshqozonda o'tirib qoladi, hazm bo'lish to'xtab qoladi. 95% o'sha oqsil kasalligi bo'lgan mollar o'sha J darajasiga endi o'zimizda oqsil deyiladi. Aslida yashur nomi yashur. 95% mol yaxshi bo'ladi. Faqatgina yoshi katta 8-10 ta tuqqan sigirlarda qiyinroq o'tishi mumkin. Sababi o'sha o'pka, buyrak, yil oshgan, qish ko'rgan, yoz ko'rganligini sababi uchun o'sha ko'p qishda, yozda sigir mollar endi ko'p turadi-ku. Shuni hisobiga 5% sigirlarda kasallik o'tadi, qiyinroq o'tishi mumkin. Hamda o'sha ko'pi o'sha kasallikni ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun og'riq o'tadi. Shuning uchun maslahatim ko'proq oqsil bo'lgan mollarga suyuqlik beringlar ko'proq. Qanday? Masalan, bir 2 litr, 3 litr holati yiqir. Mana shu mollarga 3 litr bo'ladi. 3 litr suv, turshak suvi bo'ladi. Ham ichak faoliyatini yaxshilaydi, ham yurakka oziqa, ham immunitetni tez ko'taradi. Ukoldori kamroq ketadi mol yaxshi kuchlangandan. Ikkinchisi, arpa badiyom suvi berib turingizlar. Arpa badiyom shu o'tda yavoyisi. Ko'plar ko'p joyda tushunmaydi uni. Arpa badiyomni shu o'tda yavoyisi qaynoq suvga damlab, sovutib bersangizlar, o'tini yaxshi ishlatadi, oshqozon faoliyatini yaxshilab beradi. 4-holat suyuq qilib kepakdan oz-oz bersa bo'ladi. Keyin ko'k makkoyi, mayin biyda bersa bo'ladi. 2 mahal oz-oz kepak, ko'p emas. Kepakdan yaxshisi o'sha yem xonalardan, yaxshi kepaklardan tavsiya beraman. Oz-oz berishdi. Oling, mayli. Qo'ying. To'xtang. Shu oling. Endi refleksiya osmamiz ham ketyapti. Keyin endi o'sha ovqatlarni oz-oz tez-tez qilib borish kerak. Oshqozonni imkon boricha o'sha kasallik davrida tiqiltirib qo'ymash kerak. O'shandayda tezroq yengib ketadi. Oshqozon tiqilib qolsa, hazm bo'lish pasayib qoladi-da, immunitet pasayib ketib, keyin og'irroq o'tib yo bo'lmasa o'lim hollariga ham olib kelishi mumkin. Shu oshqozondan o'sha tiqilayotgan narsa berib, oqsil kasal mollarni adashtirib qo'ymasangizlar bo'ldi. Bering. Isitmaga muskulli og'riqlarni qoldiradi. Diklofenak. Diklofenak bir kunda bir mahal qilib qo'ysa bo'ladi.
Keyin inraflaseksin antibiotiklardan vitaptiklar. Butaminni ko'ra olasizlar. Va butaminni o'sha ovqat yedirishga, kuchlantirishga katta foydasi bo'ladi. Hozir qo'llan qilaylik, keyin o'sha yuvishlarni batafsil tushuntiraman. Ukol qilishda ham обязательно ukolni o'rinlariga bo'yinga ham, teri ostiga qilsa ham, dummaga qilsa ham, dumma X qilasizlar. Yo bo'lmasa mutaxassislarni chaqirasizlar. Agar bitta ikkita mutaxassis bormagan joylarda dummani X qilib, mana shu ust tarafdan qilib qo'yasiz ukol. Dummadan ko'p ukol olsa, butaminni patkoja qo'ygan ma'qulroq. Teri ostiga. Yana roplaseksin ukolimiz antibiotik o'sha kasallikni yengishga yordam beradi. Holatiga qarab, o'zgarishiga qarab, bir kunda bir mahal mana shu ukollardan foydalangan yaxshiroq. Endi immunitga bog'liq. Bir xillari immuniti baland bo'lsa, bu ukol ham o'zi 3-4 mahal o'sha yuvish bilan tez o'tib ketsa bo'ladi. Endi yuvish taraflarini tushuntiraman. Endi bu yerda ukollarimiz bo'ldi. Chimiy spray, ukrainskiy. Mana shu o'sha sepishlarga katta foydasi bor. Choy sodasi. Foydalaringizlar 2 yildan beri qo'shimcha o'sha kirgizdim. O'sha furasilin yo margan sopga yo bo'lmasa sho'r suvdan keyin orqasidan solgan ma'qulroq, tezroq og'izdagi infeksiya viruslarni o'ldiradi. Hozir ko'rsataman. Oyoqlariga albatta tagi quruq turish kerak. Aplika sepilgan hollarda namda ko'p bo'lmaydi. Namda yana kasallik tez rivojlanadi. Shuning uchun tagi quruq turib, aplika somon yo yerga bog'lab qo'ygan ma'qul. Keyin oyoqlarga kralnam bo'laveradi. Kam holda ko'p joylarda benzin ishlatadi. Benzin ham bir martaga mumkin. Lekin oyoqlarda arasidagi yorilib, yara bo'lib ketish holatini yod yozilyonka ko'rsatadi. Hozir men sepib ko'rsataman. Endi bu yerda dorilarimiz ko'proq. Bularni arasini har 2 soatda qilgan ma'qul. Men bir aytib o'tib ketaman. Furasilin sariq tabletka ishlatingizlar. 3-4 tasini 1 litr suvga taxlab, tuyib yuvish kerak. Yaxshi. Orqasidan sho'r suv. Oddiy tuzli suv. Masalan 1 litr suvga 1 osh qoshiq o'rtacha bo'ladi. Endi ustiga ko'rsataman, lekin har bir arasini o'sha yuvishlarda 2 soatda navbati bilan. Masalan, ertalab margan sopga bo'lsa 2 soatdan keyin sho'r suv, yana 2 soatdan keyin spray, yana 2 soatdan keyin furasilin sariq tabletka bilan yuvasizlar. Sababi o'sha bir-biriga arasi uzoq bo'lsa, ham har xil o'sha yuvilayotgan narsalar bilan yuvilsa, kasallik tez yaxshi bo'ladi. Bilasizlar, keyin yuvishlarda ham qarang, qo'rqmasdan bir xillar yuzak sepib qo'yardi. Jum. Shunday qo'rqitib qo'l bilan o'sha ichiga suyuqlik jo'natib, tepalar bilan lonjlar bilan mana shunday yuvgan ma'qulroq. Mana o'sha ichidagi birdan tez yaxshi bo'ladi. Bular o'zimiz joylar mollarga qaraganda zotli mollar, Smitalam, Greenfortam, Angusam, masalan, Avlikolam yoki Olishtenlarim, bular pichi qiyinroq o'tkaradi.
Mana shunday qilib yaxshilab ichiga sepiladi. Keyin mana shu choy sodasi eng zo'r effekt beradi. Ko'plar buni hali bilmaydi, lekin ishlatib ko'ringizlar, keyin foydasini bilasiz. Katta mol bo'lsa 2 qoshiq, maydaroq bo'lsa 1 qoshiq tashlab qo'yish kerak. Jum. Spreyda mana shu ukrainskidan foydalanganlar yaxshi, foydasi yaxshiroq. Endi oyoqlariga bir yod, bir zilyonka. Shprisga olasizlar. Mana shu o'zini ishlatilgan shpris bo'lsa ham bo'laveradi. Mana yaqinroq keling. Oyoqda arasiga. Mana arada sizga shunday sepgan yaxshi. Tez qotiradi. Umuman oyog'i yara bo'lmaydi. Lekin juda oqsil chuqur tiygan hollarda tuyoqlar tagi yemirilib ketish holat bo'lardi. Ularga o'sha vitaminlarni kuchaytirish kerak. Keyin oqsildan kasallikdan chiqqandan keyin ham o'sha sabzavotlardan, masalan 2 dona alma mejmalga qilib berish kerak. 2 litr turshak suvi yo bo'lmasa sabzi, shalg'om. Shularda kalsiy vitaminlar ko'p. Keyin vitaminlar, o'sha botasal yo vitamin qo'llardan yo vitamin komplekslar qilinsa, foydasi bor. Mana shunday qilib qo'ysangizlar foydali bo'ladi. Bu tarafga olib qo'yilgan. Bak, tozaroq ekan. Takin ham bo'lib ketmasin. Takka ham juda e'tibor qilasizlar. Ko'p kasalliklar haqida ma'lumot chiqaramiz deymiz. Ishimiz ko'proqligi sababli vaqt bo'lmay qoladi. Agar maslahatlarimiz chorvador aka-ukalarimizga yangi o'qishlar bitirib yangi veterinar aka-ukalarimizga juda maqsadli bo'ladi. Maslahatlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, albatta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Agar savollar, kimdadir savol bo'lsa, telefon qilishga, gaplashishga ko'p vaqt bo'lmay qoladi. Shuning uchun Telegram kanalimga ulaningizlar. Telegramda kanalimiz bor. Lotinchalab vet.uz 88 dersangizlar o'zimizdan mayda harf bilan, kichkina harf bilan birdan Telegram kanalim chiqadi. O'shanga nima savollar bo'lsa, savollarni berib borsangizlar, ham o'sha gruppamizda 20 ga yaqin mutaxassislarimiz bor. Qo'ldan kelgancha javob berib boramiz. Omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Yurtimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Chorvamizga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, omon bo'linglar, charchamanglar.